Assalomu alaykum. Mana navbatdagi ishlarimizni yakunlashgan Farg'ona viloyati Toshloqqa yetib kelganmiz. Hop, bu yerda high-tech dizayndagi darvozaga lazer gulli naveslarni bu yerda eski darvozalarni chiqarib tashlaganmiz va yangicha high-tech uslubdagi darvozamiz bor. Nurjabekalik shuni joyimizga o'stirib qilamiz va old qismida ko'rturgan lazer gullardan tekis bo'ladigan naveslarimiz mavjud. Xudo xolasa uстановка jarayonlarini va oxirida shu joyimizga narx-navoz haqida 1 kvadrat metr necha pul va 1 kvadratli darvozalar qanchadan bo'ladi shu haqida ma'lumot beramiz. Videoni kuzatib boringlar. Manfaatli video bo'ladi. Hozir to'liq holatda naveslarimizni ishdan yakunlab oldik. Ko'rib turganingizdek tepa qismida ham uloqlarni mana shu holatda qilib qotiriladi. Choklari zavodskiy holatda yopiladi va shuruplari ham Xitoy shaybalaridan, tagida rezinkalari bor, shu bilan qotiriladi. Tepa qismi ko'pchilik so'raydi, qanaqa variantda bo'ladi va to'liq holatda ishni yakunlaganimizda shu holatda yopiladi. Tagi qismi ko'rinishlari ham, yorug'liklarini ham hozir pastdan ko'rsatamiz. Darvozamizni sizlarga atay shu joyini ko'chirmasdan oxiri videogacha ushlab turdi. Xudo xolasa to'liq holatda ishlarni yakunladik. Endi darvozamizni ko'rib o'zingizlar bitta baho berasizlar va naveslarni ham bir qator ko'rib o'z fikrlarini kommentariyada yozib qoldirasizlar. Endi men sizlarga darvoza va naves haqida to'liq ma'lumotlarni beramiz va mana shu joyimizga qanchaga tushganligi haqida ham to'liq obzorlar qilib beramiz. Darvozadan boshlasak, darvozamiz eniga 3.30 bo'lgan, balandligi 385 bo'ldi. Darvozamiz high-tech dizaynga o'rnashgan va nержавейкадан qo'yib berdik. Juda skromniy tekis variantda chiqdi. Ko'rtuning tepa qismi ochiq holatda qilib berildi. Kimgadir yopiq holatda xohlasa, uni ham ishdan bitirib beramiz. Va mokrasmat svetga uyg'unlashtirib, qora glansli nержавейкадан foydalangan. Darvozamiz to'liq holatda 1.8 listdan ishlatilgan, old ko'tar profillarni 1.7 1.8 tengasdan ishlatiladi va kirish eshiklarini o'ng tarafdan qilib berganmiz. Eshiklari ham juda ham yengil holatda ochilib bo'ladi. Bularni bitta silab ko'rib o'tasizlar. Darvozamiz shu holatda berkildi va to'liq hamma zamonlarni ham yaxshisidan originaldan ishlatamiz. Zamonni ham darvozaga va nержавейкаga mos qilib qorasidan ishlatganmiz. Darvozamiz ochib yopilishi ham juda ham yengil holatda, hattoki yosh bolalar ham bemalolgina ochib yopa oladi. Endi darvozamizni orqa ko'rinishini bitta ko'rsatib o'tamiz. Salgina hovli qorong'uroq bo'lib qolganligi uchun tomli ko'rinishi mumkin, lekin darvozamiz oldiga qanaqa kraska ishlagan bo'lsa, orqa taraf xuddi shunaqa kraska ishlatganmiz va darvozamiz aytib o'tganimizdek yengilgina yosh bolani ochib yopiladi degan isboti mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Darvoza bemalol hech qanaqa kuchlanishsiz ochiladi va yopiladi va o'rtalarida umuman luftlar qolmagan va o'rtalariga penalarni quyib, gladkalar temir qilib qo'yilgan. Darvozamizni ko'p joylarda uстановка qilamiz. Mana shu joyda hamma qilgan ishlarimiz charchoq chiqib ketadi. Sababi bitta yopilishiga e'tibor berasizlar. Umuman luftlari oralig'ida zazorlar qolmagan. Ishimizni bu sifatidan dalolat beradi. Darvozamiz haqida ma'lumot berdik. Kimgadir ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, ekranda raqamlar orqali bemalol batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Darvozamiz 1 kvadrat metri 1.150 ming so'mdan 1.400 ming so'mgacha tayyorlasa bo'ladi. Materialni qalin yuqqanligiga qarab, hammani o'zini xohishiga qilib tayyorlab beriladi. Darvozamiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'llab-quvvatlasa, endi naves haqida ma'lumot beramiz. Hop, navesga keladigan bo'lsak, eniga razmeri 4.5 metr bo'ldi. Sababi agarda darvozani zaxdan qilib qo'ygan bo'lsak, darvozani himoya qo'lishi ham kam bo'lardi. Yomg'ir urganda darvozaga ham shikast yetishi mumkin edi. Shuning uchun eniga 4.5 metr qilganmiz. Ikkita yoniga 60 santimetrdan chiqib turadi. Oldi qismiga 3.5 metr qilib berildi. Ya'ni darvozadan boshlab ko'cha tarafgacha 3.5 metr qattiq qilib berildi. Hozirgi kundagi ko'plab lazer gulli darvoza bo'lganligi uchun va oldiga ham mos qilib turib naveslarga ham lazer gullardan ishlatib high-tech dizaynga leksalarni yopib berilgan. Ko'rdingizlar, bu ham darvozaga mos qilib turib skron variantda qilib qolindi. Kimgadir boshqa gulli variantdagilar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar o'zimizda ekranda raqamlar orqali yoki bo'lmasam tepada qoldirgan profillarimiz orqali Telegram, YouTube, Instagram kanalimiz orqali ko'rsanglar, bemalol o'zingizga yoqqan variantni ham qilib tanlashingiz mumkin. Bu navesimizni ham ko'rib turganingizdek darvozaga mos qilib, mokrasfalt svetda qilib bo'yab berilgan va tagi qismiga darvozaning dizayniga mos qilingan holatda nержавейкадан ustunlarga yopishtirib berilgan. Tepa qismini mokrasfalt svetda leksalardan foydalandik. Leksalarning ham boshqa svetdagilari bor. Kimgadir yodiviy, kimgadir korishneviy, kimgadir prozrachniy svetlar yoqadi. Kimni o'zini xohishiga qarab patologga yoki devorga yoki bo'lmasam tomiga moslab turib, o'zlari xohlagan dizaynda, xohlagan rangdagi leksalarni yopib beramiz. Faqatgina O'zbekistonda topilsa bo'ldi. Bu naves darvozalarimiz hammasi O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz mavjud. Darvozalarimiz O'zbekiston bo'ylab dostavka установкалari besplatniy. Naveslarimizga keladigan bo'lsak, faqatgina vodiy bo'ylab dostavka установкасы besplatniy bo'ladi. Aloqaga chiqsanglar batafsil ma'lumot beramiz. Barcha temir sohasidagi ishlarni chiroyli sifatli qilib bitirib beramiz. Bemalol ekran raqamlari
orqali aloqaga chiqishinglar mumkin. Navesimizga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metr 850 ming so'mdan tayyorlab bera olamiz. Razmeriga qarab narxlar o'zgarishi mumkin. 50 ming, 60 ming arzonroq yoki qimmatlashishi mumkin. Razmerlari katta kichigiga qarab narxlar chiqadi. Aloqaga chiqsanglar batafsil ma'lumot beriladi. Qolmasa bitta like bosib qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xohlasa bundan keyingi videolarimiz yana ham chiroyli, yana ham skromniy variantdagi ishlarni chiqarib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.